Agar siz bu ishlarni qilmaydigan bo'lsangiz, patentingizni kuydirib qo'yasiz. 2025-yil qonunchiligi bo'yicha 2025-yil qonunchiligi chiqdi, shunaqa qonun. Agar siz patentni 2 oy ichida olib turib, patent olganingizga 2 oy ichida va nagi Tirdoydaga borib, IMO'daga yubormasangiz, gossuluv orqali patentingiz 100% kuyadi. Shu sababli Rossiyaga borganingizdan keyin, patent olganingizdan keyin sразу ishga kirib, Tirdoydaga borib, IMO'daga yuborish kerak gossuluv orqali. Keyingi patent kuyishi eng ko'p bo'ladigan holat bu to'lov, patent to'lov masalasiga keladigan bo'lsak, patent kunma-kun emas, masalan, 21-yanvarda to'lashingiz kerak bo'ladigan bo'lsa, 21-yanvarda emas, ya'ni 15, 16, 17-yanvarda to'lab qo'ysangiz bir hafta oldin yaxshi bo'ladi. Patent kuysa nima bo'ladi? Agar siz patentingiz kuyib qolsa, katta ehtimol bilan reyestrga tushib qolasiz. Reyestrga tushib qolganingizdan keyin bu o'zingiz bilasiz qanaqa muammo bo'lishini. Yana qanaqa holatlar bo'ladi? Agar patentingiz kuygandan keyin yana kirdi chiqdi qilib boshqa patent ola olmaysiz. Patentingiz yana 1 yil kutishingiz kerak patent olishingiz uchun. Shu sababli akalar, patentga ehtiyot bo'lamiz. Bu narsa endi hazillashadigan narsa emas. Shu sababli hammaga omad tilayman.